Assalomu alaykum. Bugungi videoda yana bir qatim siyosiy panohlanuvchi salohiyatli kishini Kanadaga akilish yo'l to'g'risida yana bir qatim to'xtalmoqchi. Ya'ni mushu o'zimniki izlanish, o'rganish jarayonida bilganlarimni o'rtoqlashgandan keyin, ya'ni mushu videolarni ishlagandan keyin Kanadadagi qarindoshlar taraf-tarafdan ovoz qo'shib, biz kepil bo'la olamiz, men kepil bo'la olmayman deb men bilan aloqalashib, biz hatto guruhlarni tuzib ishni boshlagan. Ammo Mehmet To'xtakiniki kuchli qarshilik uchirdi bu videolarim. To'plarda ovozliq uchur yo'llab, meni xato uchur ta'minlayotidi deb men shuning bir izohat berib qo'ymoqchi hamda Kanadadagi qarindoshlar yanami kepil bo'lman desa mana qachon tayyor deganni maqsad qilib bu videoni qaytadan ishildim. Men xato uchur bermadim degan gaplarimninki hammasini mushu Kanada hukumat to'r betining o'zidan va o'zimniki o'rganayotgan darsimdan o'zimniki o'rganayotgan darsidan sizlarga ilib ketmoqchi, ilib ko'rsatib qo'yayotgan. Men bu yerda qanaqdir bir xato uchur ta'minliginim yo'q. Hammasini aynan to'g'ri uchur ta'minlayapman. Bu yerda Mehmet To'xtakan meniki videolarimni ko'rib boqmaylam. Andaq to'plarda uchur yo'llab, meniki qilayotgan ishlarimni hammasini to'xtatib qo'ygani Kanadadagi Uyg'ur jamoatini bu 5 odam guruhi bo'lib, panohlanuvchilarga kepil bo'lib akildigan ishni to'xtatib qo'yishi bu bo'lmadi bu. Ya bir o'z odam ekanmisa, ya bu xalqlarning odam ekanmisa, qanday bir ish qilayotgani men bo'lmadi bu. Bu meniki videolarimni o'chirib etishni talab qilyapsa, bu qanday bo'lgani bu? Men nima deb o'chirib kerakman? Men ya bir xato uchur ta'minlamasam, yana bir qitim deb qo'ymoqchi. Meningki qilayotgan ishlarim, o'rganayotganlarimning ichida men faqat birni so'zladim, texi birini so'zladim. Ma group of 5, ya'ni 5 odam birlashib, bir oylik bir siyosiy panohlanuvchi soatdagi kishini akildigan bir bu bir necha yo'li bor ekan buninki-mu. Bu bütün bir yillik chiqimini ko'tiramiz deydigan bir yo'li bilan yarmini hukumat ko'tirib berdigan, yarmini mushu 5 kepil ko'tirdigan bunday yo'li bor ekan. Men endi birini so'zlasamlam beshida bunda bu mening ishlarimni, yo'llarimni to'sg'iltisi men nimishqa odam bir ish qilib qo'ymamdikina. Men xato uchur ta'minliginim yo'q bu birisi. Hammasini mushuni nimadan e'lotman mushu hukumat to'r betidan. Meningki so'zligini mushu refugeega sponsor qildiganning ichidagi Mavu Blended Visa Office Referred Program degan mushu programning ichidagi 5 odam birlashib Kanadaga kepil bo'lib, siyosiy panohlanuvchini akildigan programma. Buni qanaqlar akilalaydi degan chog'da shu 5 odamning ichida eng oz deganda birisi Refugee Sponsorship Training Program degan qatnashgan bo'lish kerak. Agar qatnashmagan bo'lsa, citizen bo'lsa, men ondak o'qiganlarniki birasi ishlarni qilsam bo'ldi degan gap Refugee Sponsorship Training Program. Bu haqida sizlarga mush to'rbatning o'zidan yana ko'rsatib beray. Bu qandoq kurs deganda Immigration Refugee Citizenship Canada mushu hukumatniki o'zi pul chiqarib o'qitayotgan kurs desa, men mushu o'qitganlarimni sizlar bilan ham birlasam, meni xato uchur ta'minladi deb to'plarga ovozliq uchur yo'lsa bu qanday bo'lgani bu? Kanadadagi qarindoshlar, meningki hozirmi yana kepil bo'lamiz desanglar, men tayyor ishlaringlarni qilib berdiganga, jadvallaringlarni men to'ldirishib berdiganga, materiallaringlarni ratlashib berdiganga men har zaman tayyor. Mening ketdagi taktimni surishtirmoqchi bo'lsanglar, mana ismim Hurmat Masud. 2012-yili Kanadaga kelgan, Ottavada yashayman. O'qiyotgan darsim buni. Berayotgan uchurlarimningki hammasi Kanadaniki hukumat to'r betidan olgan. Mushadagi Blended Visa Office Referred Program deganim sizlarga tavsiya qilganim mana shu programma. Bu programma qanday bo'ldi deganda men sizlarga ko'rsatib bergan o'sha jadvallar hammasi shu. Mehmet To'xtakan to'r betga yo'llab qo'yibdi, to'pga yo'llab qo'yibdi. Endi ham farqi bor, meniki o'xshash bir jadvalni yo'llab qo'yibdi-ku. Men ya bir xato uchur ta'minlamasam, mushu yo'l bilan, mushu program bilan mangan chog'da qanday bo'ladi desa, mush UNHCRga qabul qilgan bo'lgan refugee bo'lish kerak. Andan keyin Government of Canada 6 months of income support. 6 oylikni hukumat ko'tarib berdi, qolgan 6 oylikni mushu 5 kepil bo'lib chiqarib berdi deganman. Aşı jadvallarning hammasini, to'ldiradigan jadvallarning hammasini, nimalar ketadi, notes of assessment degandek, andan keyin pul ketadigan jadvallarmi? Bularning hammasini sizlarga o'zimniki programmasida bir kur ko'rsatib chiqqan. Meni undaq yolg'on uchur ta'minlaydigan chiqarib o'tmayli. Men sizlarga o'xshash Kanadada yashayotgan, menmi o'xshash sizlarningki mushu qilayotgan ishlaringlarga ergishib, menmi o'xshash sizlarga o'sha millat xalq uchun xizmat qilish yo'lida bir iznish olib berayotgan men birisi. Men undaq yolg'onchiga chiqarib qildigan ishlarimni, hatto men o'zimningki bu topgan odamlarimni 5 odam birlashib, bunda bir odamni akilayli deb men tuzgan guruhdagi ichidagi odamlarni yo'q qilsang, xalqni yo'q qilsang, bu qanday bo'lgani bu? Bu bo'lmadi bu.
Men yolg'on uchur ta'minlaganim yo'q. Hammasi shu Kanadaniki hukumat tor betini ilib ta'minlayapman bu ishlarni. Bunday odamni yo'lini to'samdi. Bay yo'llarni bir ish qilib boqayli dedim. 5 oylik kepil bo'lib bunda akilalaydi ekan deb shu hukumat tor betining o'zini kirib ko'rsatib qo'yapman. Men nada xato uchur ta'minlabdiman. Hukumat yo'l bilan akildigan programma ayrim deb meniki bir videolarimni avval bir ko'rib beqib, anandan keyin unda uchur taqtayli meni yolg'onchi deb. Men yolg'on uchur ta'minlamasam. Yana birisi men maslahat bermayapman, faqat bilganlarimni o'rtoqlashyapman. Mundaq yo'llar bor ekan deb ko'rsatib beryapman. Men bir kimni undaq qil deganim yo'q texi. 5 odamni yig'ib, sizlarniki ishinglarni men qilib beray, nima ish bo'lsa men qila olayman, o'rganayotgan darsim buncha. Men o'rganyapman. Shuningga mening salohiyatim bor, shunday gap qila oladigan. O'zi bir odam nima kelmaydi. Tayyor o'zlari viza bilan kelgan, qonunli yo'llar bilan kelgan, oldiga kelgan odamdan $4000 $5000 olib advokatligini qiladi. Bu yerda tayyor moda yo'llar bor ekan deb yo'lni ko'rsatib bergan, shuni to'saydigan gapmi? Men to'xtab qolmayman. Videolarimni o'chiratmayman. Davomli yo'llayman. Kanadadagi qarindoshlar yana davomli mush ishlaringlarni qilamiz desanglar, men yana tayyor qila olayman. Agar sizlarni shu biz kepil bo'lamiz deb ishni boshlasanglar, men hamma ishlaringlarni qilib berishga men tayyor. Mehmet To'xtakanmo qanday bir nimmalar ovoz bir safarbarlik qilsa biz hammamiz ovoz qo'shamiz-ku. Endi men bu videoni ishlasam ovoz qo'shmoqchi yo'q. Xato uchur ta'minladi deb buni to'p-to'plar bundoq ovozli uchur yo'llab meni yo'q qisqanoq bo'lgani bu. Bo'lmadi bu. Men xato uchur beritibmanmish. Bu videolarimni Turkiyadagi qarindoshlar ko'rsa, Kanadadagi qarindoshlardan og'rinamish. Shung darhol o'chirib o'tishim kerakmish hammasini. Hey, Kanadadagi qarindoshlardan og'rinmaysizlar, Turkiyadagi qarindoshlar. Mehmet To'xtaning o'zidan og'rinsanglar bo'g'idek. Ma tayyor kepil bo'lib, ma'qul biz akilayli, biz kepil bo'layli degan odamlarnim yo'q etib boradi. Ba'zan bir bilarman qarindoshlarimiz YouTube'ga video yo'llab deb. Men shuna bilarman bo'lib ketdim. Hukumatniki kursida o'qiyotqachqa shuna bilarman bo'lib ketdim. Sizlar 20 yilning yoqi qilmagan ishni qildim. Dedi, mayadagi Kanadadagi qarindoshlar bizning shundoq bir siyosat bor ekanligini bilmaymiz dedi. 20 yilning yoqi munda ishlar bor deb demaganman. Endi men qilib desam shuning to'sayotgan gapman bu gaplarni, bu ishlarni. Sizlar nima ish qilsanglar biz ovoz qo'shamiz-ku. Nima ish safarbar qilsanglar biz tang qo'llab quvvatlab turamiz-ku. Menda mundaq bir ishlar bor ekan deb bir ko'chmalarniki bir siyosatni tafsiliy tushuntirib qo'yganga, nima deb to'saysizlar? Nima deb yolg'onchiga yolg'on uchur taqtiranga chiqaryapsizlar unda? Yaxshi ishlar biz hammani qo'llaymiz-ku. Yana nima ishlar bor biz tang turamiz-ku. Kelarki videoda görüşelim. Xayr xo'sh.